Shu kuni aytdingizki, fohisha rolda o'ynadim deb. Bunaqa demadim. Nima dedingiz? Qandaydir yengil ayolmi, nimadir rolda o'ynadim dedingiz. Bitta gol. Bitta gol. Sardor aka qarang, boshqa dugonalaringiz bilan shunaqa gaplashing bo'ptimi? Yana hozir yana urushib qolamiz, qo'ying. O'z zo'rg'a yarashib olganmiz. Yana yozib berasizmi ustimdan? Men Dubaydaman, endi yozib beravering. Dubaydan top deysiz, to'g'rimi? Ha? Dubaydan top bo'lmaydi deysiz, to'g'rimi? Ya endi yozib berganingizda tolk yo'qda, Dubaydaman. Ariza shunday avtomatik o'ziga qaytib kelaveradi-da. Bir kun qaytasiz Toshkentga. Ye, bormi ekan deb aytaveringlar. Bormi ekan deb aytaveringlar. Yaxshi yuribdi ekan bu yoqlarda deb qo'yaveringlar. Bir kun qaytasiz Toshkentga. Ya o'zingiz aytgan gapni aytyapman, Azaxon, mahaba bo'laverasiz. O'zingiz aytdingiz-ku, o'sha kuni o'ynadi, Maqat Xalimning kinosida o'ynadi dedingiz-ku, ya. Vatanga. O'zi aytmadingizmi? Vatanga domaslar, unaqa deb Agar rahmat, joningiz sog' bo'lsin, ha? Yo'q, vatanga deb yozishyapti. Unaqa deb yozmanglar deb yozyapman. Ya to'g'ri aytishyapti. Joni sog' bo'lsin. Vatanda turib, vatanga mayli ota-onasiga foydasi tegmagan odamlar shunday yozaveradi-da. Qarang, anaqa. Agar rahmat. Bir doktorlarga bordingizmi? Analizlar topshirdingizmi ish qilib? Siz bilan. Nima uchun? Siz bilan ko'p yurgan qizlar bir kasallar bo'lib chiqdi-yu, spid-mupidlar bo'lib ketgan o'shanga. Men bilan yurgan qizlar spid bo'lib ketgan? Ha? Men kim bilan yuribman? Shu siz bilan yurganlar ichida bor edi-da. Men bilan yurganlar ichida? Butun xalq bildi-yu. Chiqib turibdi-ku, borib analiz topshiringlar, sizlarga yaxshilik qilib aytibman. Shunaqa kasal bo'ldim deb aytdi-ku. Kim aytdi? Ko'zim oldiga siz keldingiz bor. Undan keyin sizdan keyin siz oldingizga borib kelgan qizlar keldi. Kim? Qaysi qiz spid bo'libdi? Bilmadim, nimadir kasal tarqadi deb eshitdim-da, shunaqa kasal bo'ldi deb. Kimni aytyapti do'stlar? Men tushunmay qoldim. Sevinchgami? Yo'q, bilmayman, bitta qizda. Mana qara, kattalarsan qara, bitta qizda, ikkita qizda. Siz bilan Toshkentda yurgan. Azaxon, men siz bilan ham yurganman. Bitta joyda o'tirib dasturxonda ovqat yeganman. Biz mas bilan ovqat yemaganman bitta joyda. Bitta joyda o'tirganmizmi? Ketganman. Yo'q, men o'tirmaganman siz bilan. Xo'p, qarang, rasmga tushganmiz, bitta joyda o'tirganmiz, narsa qilganmiz. Ular bilan ham shunday bo'lgan. Meni oldimga kelganman. Обязательно men bitta qiz bilan bo'lishim kerak degan joyi yo'q. Kelmagan u qiz. Mana shu yerda yurdinglar satnasheniya qilib, hali ketmadingiz unda. Toshkentda edingiz, ancha bo'ldi. Toshkentda atnashini qilib yurgan qiz. Kim bu so'vi? Boyog'i aldab ketdingizmi, og'ajon? Hamma zapisda yo'q, tayyorgarlik yurib turibmiz aka, 41 ga chiq ekan boyog'im deb. Boy tog'a 41 ga chiq ekan, hamma uch kun turib rasmga tushirib ketdingizmi mahalla, Bog'im 41 ga chiq ekan, o'g'lim 41 ga chiq ekan deb battle bosib o'tiribmiz mana. Mashhur O'zbekistondagi aktrisalar bilan o'ynayapmiz, aka. U qiz taniqli qiz emas. Men to'g'risini aytaman, men действительно endi kim spid bo'lgan, kim bir balo bo'lgan, men o'zimga bokirman. Men har kim bilan ham qo'tag'imni bilan kreditga olmaganman, onasini hamsin. Tillon balchiqqa botirib yuravermayman har kim bilan. Bo'lishi mumkin kontent, bo'lishi mumkin video bo'lishi mumkin, lekin meni xabarim yo'q. Men bu yerda vizasida yuraman-da, yaxshi qiz. Har 2 oyda, har 3 oyda обязательно borib qon topshirib kelish bizga majbur. Chunki Dubayda bunday kasallanganlar yo'q. Grajdanstvosini berishmadimi? Grajdanstvosini bermaydi bu davlat hech kimga. Gubernatorga ham bermaydi. Normalniy odam top. 41 ga chiqaman. Aka bu ne normalniy emas-ku? Aka, shuni chiqib qo'yavering, 41 ga nishonlab qo'yamiz aka, tortchalar bilan. 41 ga chiqdi boyog'imni. Ay, xudojon. Boyog'im pulni pulga urar toyog'im. Bizlarni ham o'sha she'rimiz bor edi, oladigan shu ketsak bo'lar ekan. Siz ham normalniroq basharaga. Kelsan o'sha she'r o'rgatgan she'rga kelsin mana. She'riga she'rimiz bor. Qo'shiqchiga qo'shiqchimiz bor. Shoirga shoirimiz bor.
Aktyorga aktyorimiz bu. Davay keling. Maladetsizlar, zo'rsizlar. Biza zo'rmiz. O'zimizga o'verin. Chotkimiz biza. Azzaxon xafa bo'lmang. Oxirigacha zo'r bo'ling. Andush oxirigacha zo'r bo'lamiz inshaalloh. Oxirigacha zo'r bo'ling. Tin. Bo'ldi, boytog'am hozir. Kanal almashtiramiz. Mazramat o'ynalar, Azzaxon yaxshi qiz, o'tirgan xarakteristikalari zo'r. Endi bizning obrazimiz har xilda bir nastreniyaga qarab o'zgaramiz, boshqa qilamiz, urishamiz, so'kishamiz, lekin Azzaxon zo'r qiz. Gap so'z bo'lishi mumkin. Tillo qiz bu qiz. Tillo qiz. Ikkalamiz ko'rishganman, o'tirganmiz. Halimaxon chaqirgan, uyga borgan. Siz Halimaxonni olib bormadingiz-a? O'lganlarda bordim. Yo'q, biz o'tirganimizda yo'q edingiz siz. Adashmasam siz yo'q edingiz. Hadicha bor edi. Hadicha bor-ku TikTokda Hadicha. Sizda men bilan o'tgan edilar. Xafa bo'lgan edim. Lekin o'lganlarda bordim. Arvijon, rahmat. Ikkalamiz tortishib qolganimizda Halima opam ikkalaring ham tortishib qoldilar. Men opam xafa bo'laydi-da, joy jannatda bo'lsin. Menga tashagan odam bilan Halima opam chapib qolay-chi-da. Amirxon sizga men tashamaganman, siz menga tashagansiz. Endi kimga tashagan shu, menga tashagan shu, menga yomonlik qilgan insonni Halima opam jini suymaychi deydi. Rahmatli joy jannatda bo'lsin. Amirxon bor-ku mana TikTokda Amirxon. Men ustimdan yozib bergan ekan, bir achchikam urib taylovdi Magic City'ning ichida. Men qaytib keldim Jizzaxda yo'lidan. Qaytib kelib bitta joyga sushimi, baliqmi, bir bolamni restoranga bordim, lokatsiya berdi. Borsam Halima opam turibdi. Kalla qo'yishib ko'rishdim. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Amirxon degan bala bor-ku, Amirxon mana bloger. Tiz cho'kib o'tiribdi, tiz. Dedim. Opam nima qildi desam, ko'ziga qaralmaydi, bunday o'tiribdi. Menga tashagan dedi, meni yaqinlarimga tashagan Toshkentda yashamaydi naq qo'ydi. Rahmatli. Amirxon ham tayog'i, ham men ustimdan yozib, ham o'sha varag'ini yirtib, ham mendan kechirim so'ragan o'sha bratchika. Yetaklar, yaxshilikka yetaklar. Halima opata, menga qara. Jafar degan bratchika bor Instagramda bloger. U meni shahriyorim, tirik guvoh. Halima opa onla yurayotgan bitta hozir anonga uylandi. Millionda chiqayotgan qizga uylangan bir bala bor-ku, kim edi? Oppoqqonadan kelgan sochi mundagina bala. Millionda qizga uylandi. Kim edi? Instagramda 3 ta, men uchun 3 ta anaqa primer odamlar bor-da, 3 ta. Bittasi Asad Alg'ur, bittasi Asalxoni, yana bittasi o'shalarga yaqin odamlar-da. Yo'q. Rasmi oxiringiz xotimingiz chiroyli bo'lsin, iloyim. Tushasizmi? Shu gap, boshqa gap yo'q. Oxiringiz chiroyli bo'lsin. Azzaxon, to'g'ri yurgan odam. 4 ta odamlar bor-da. Tushasizmi? O'sha odamlarni ham butun Alloh zo'rman degan odamlarni ko'rsatib qo'ydi-da, misol uchun. Endi qarang-da, endi peshonamizga. Endi eshiting, qarang. Bizda yomonligimizga nisbatan mana bu yaxshiligimiz ham mana bunday tosh tarozida yurayotgan insonmizda. Boshqa qilamiz, yomonlik qilamiz, o'zimiz uchun qilamiz. Birovga ziyonimiz tegmaydi. Yo bo'lmasam birovning agaratiga borib tosh otmaymiz. Yo bo'lmasam chiqib olib turib kimgadir bir ziyon bermaymiz. Lekin yaxshilik qilamiz, yaxshiligimiz bekka qarab qilamiz, yaxshilikni. Bekka qarab qilamiz. Men aktrisaman, men aktyorman, men Shohruxxonman, men Brad Pittman demayman. Aktrisa, aktyorlar ham qiladi, lekin gapirmaydi chiqib olib. Endi eshiting. Hech qaysi aktyorlaringni, hech qaysi millionerman deb o'zidan bir baloda yasogan vallomatlaringni bir qiynalib ko'chaga qolgan odamga uy sovg'a qilganini ko'rmaganman tarixda. Bundan keyin ham ko'rmasam kerak. Chunki sizlar bir 500 ming so'mga, 400 ming so'mga kuniga kino tushiribsizlar. Sizlar tomoqlaringga o'tira olmaysizlar. Qanday birovga yo'q berasizlar? Sizlarda nom bor, xolos, nom. Paloncha kinoda o'ynagan aktrisa, pistoncha kinoda o'ynagan aktyor degan nom bor. Sizlarda ichlaringda bir 4-5 ta yaxshisi bo'lishi mumkin sastayana. Qolganlaring sastayana yo'q sizlarda. Sastayana yo'q. O'zbek qiziga tuxum tiqtirgan erkaksiz desiz. Shunday. Shunday. Sog' bo'lasiz.